Bilmadim, balkim M8 dan ham o'tib ketsa kerak, agar bu darabotka qilinsa. Rijat Hamdamovich o'z qo'llari bilan yig'ib bergan dvigatel bo'ladi. M157. Bilasizlar, 0 dan 100 gacha stok holatini o'ziga 308 sekund atrofida sarf qilish mumkin vaqtinglarni. Biturbo 505 litrli va obrazli 8 silindr bo'ladi. 720 Nm, 557 atrofida otqichi ham bor. Eski maktabning oxirgi vakillaridan ikkita avtomobil turibdi. Bittasi BMW M5, ikkinchisi esa BMWchilarni ham yengilgina xayoldan o'tadigan CLS banan 63 AMG. W219 legenda bo'lishini o'zini sifatlari bor. Birinchisi kuzov bo'yicha o'tkir qirra bo'lmasligi, ikkinchisi ramka bo'lmasligi, uchinchisi esa ko'pchilik bilgan banan faralarida. AMG paket bo'lganligi uchun formatik bo'ladi va unga qo'shimchasiga havo o'tkazuvchan tayanch diskalari AMG supportlari bilan. AMG paketga xos bo'lgan konsol, abduf, podogref o'rindiqlari esa quchoqlab oladigan. O'zi uchun ideal qilib qaralgan salon va bo'lingan o'rindiqlar bo'ladi. Men ko'rgan bananlarning ichida eng zo'rlardan bittasi. Narxi bor yo'g'i 31 ming AQSh dollari bo'ladi. Bemalol surishtirib olaveringlar.